Geodeziya va kartografiya kurslarimizda davom etamiz. Avvalgi darsimizda biz Kriging uskunasi orqali nuqtalarning maydonga ko'chirilgan relyef tasvirini hosil qilgan edik. Ikkinchi amalda biz aynan shu qiymatlarni qayta ishlash masalasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz yana bir yangi uskuna bilan sizlarni tanishtiraman. Bu search deb nomlanadi. Bu dasturning ichidagi turli xil uskunalarni yoki turli xil funksional parametr yoki qo'shimcha elementlarni topishda juda ham qo'l keladi. Va bu yerda asosan ingliz tilida foydalanish maqsadga muvofiq, chunki so'zlar masalasi rus tilida yozilishi ham biroz murakkabroq. Agar dastur sizda rus tilida o'rnatilgan bo'lsa, sizga ingliz tilida ham natijalarni topishga yordam berishi mumkin. Demak, bu yerga biz extract by mask deb yozgan holda qidiruv tugmasini bosamiz va mana extract by mask uskunasi topildi. Uning ustiga bir marta bosamiz, 2 marta bosamiz va mana extract oynasi ochildi. Buning vazifasi input rasterni kiritish. Ikkinchi qismida mask data, ya'ni chegara chizig'ini ko'rsatish. Biz maydon orqali chegarani chizib olgan edik. Hamda chiquvchi manzilni ko'rsatamiz. Amal 1 ni o'chirib 2 qilamiz. Amal 1 ham o'z o'rnida qoladi va save. Va OK ni bosamiz. Shunda o'zingiz tushunib yetishingiz mumkin. Bu maydon bo'ylab har qanday tahlil natijalarini kesib berishga mo'ljallangan uskuna edi. Demak, uskuna o'z natijasini hosil qildi. Amal 2 nomli bizda qatlam ko'rindi. Bu qatlam oqdan qoragacha eng oq hududlar eng baland nuqtalarni hamda eng qora hududlar bu past nuqtalarni anglatadi. Biz oq-qora ranglar shkalasini ustiga bosib, ro'yxat ichidan turli rangdagi dizaynlardan birini tanlashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, aynan tanlangan rangni balandlarini hozir ko'k rangda ko'ryapmiz. Past nuqtalarni esa qizilda buni aylantirishimiz mumkin. Invert. OK. Past nuqtalar ko'kda va baland nuqtalar esa qizil rangda ko'rina boshladi. Bu umumiy vizualizatsiya masalasi hisoblanadi. Keyingi bajaradigan amalimiz bu o'rtacha balandlikni aniqlash hisoblanadi. Mazkur maydondagi o'rtacha balandlik nechi? Buni aniqlashda bizga yana qidiruv qismi orqali zonal statistics yozuvini bosib qidirish tugmasiga o'tamiz hamda bu yerda ikkita uskuna topiladi. Zonal statistics hamda zonal statistics stable. Bularning farqi shunchaki ikkinchi, ya'ni stable uskunasida bizga natija jadval ko'rinishida chiqadi. Birinchisida esa butun boshli hududni aynan o'rtacha qiymatdan iborat piksellar bilan qoplangan rasm bilan hosil qilib beradi. Zonal statistics rasm formatida tanlab olamiz va bu yerga birinchi o'rinda maydon tanlaymiz. Bu chegara ma'lumotini kiritishni so'ragan. Zone field object ID shaklida qoladi. Keyingi ustunda input value raster, ya'ni bizning ikkinchi amalimizni bajaradi. Hamda output rasterda chiquvchi rasterning manzili ko'rsatiladi. Demak, bu amal 3.
Save tugmasini bosamiz va statistika turi o'rtachasini hisoblashga mo'ljallangan. Min o'rtachani bildiradi va OK tugmasini bosganimizda ko'rishingiz mumkin, tasvir qop-qoraga aylandi. Bu mana qiymatlar asosida ham ko'ramiz. High, ya'ni eng baland qiymat 377 mingdan 782 hamda eng past qiymat ham 377 mingdan 782 ni ifodalagan. Bu bir xil qiymatga ega tasvir ekanligini anglatadi. Uchinchi amal o'rtacha balandlik qiymatlarini ko'rsatgan bo'lsa, endi to'rtinchi amalga o'tishimiz mumkin. Buning uchun ikkinchi va uchinchi amallar asosida keyingi tahlil bajariladi. Qidiruv oynasidan endi raster kalkulyator uskunasi ishlatiladi. Mana raster kalkulyatorni ustiga 2 marta bosib ochamiz va amallar, ya'ni har bir pikselning mos piksel bilan qandaydir amal bajarilishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda biz bajaradigan vazifa, demak, o'rtacha qiymat har bir piksel qiymatidan ayrilishi lozim. Ya'ni ikkinchi amaldan, ya'ni uchinchi amaldan 2 marta bosganimizda bu pastga konsolga ko'chadi. Ayiramiz. Yo'q. Ikkinchi amal, ya'ni relyef qiymatlaridan ayiramiz. Uchinchi amal, ya'ni o'rtacha qiymatlarni, mana shu hudud bo'yicha o'rtacha balandlikni ayiramiz. Hamda output raster qismiga amal to'r nomli yana bir yangi raster qo'shamiz. OK tugmasini bosganimizda bizda tahlil kechadi va birinchi oq-qora ko'rinishdagi rasmga o'xshash yana bir rasm hosil bo'ldi. Endi bu rasmdagi qiymat 370 va 384 orasidagi qiymatlarni emas, -718 dan plus 6,68 oralig'idagi natijalarni bizga beradi. Biz bu yerda 0 qiymatni topishimiz kerak bo'ladi. 0 qiymatni topish orqali biz ko'milma va kavlanma ishlar hajmini aniqlashimiz mumkin. Buning uchun biz raster kalkulyator uskunasiga kiramiz va amal to'rtni tanlaymiz. Mana amal to'rt va bu yerda katta belgisini qo'yamiz. Amal to'rt agar 0 dan katta bo'lsa nomli mana shu funksiyani bajaruvchi matematik amalni ishga tushiramiz va bu amalni amal 5 deb nomlagan holda saqlaymiz hamda OK tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ko'k rang bilan bo'yalgan hududlar bu o'z-o'zidan ma'lumki baland qiymatlarni bildiradi, ya'ni 0 dan yuqori va to'q jigarrangdagi hududlarimiz esa bu 0 dan past, ya'ni ko'k rangdagi yerlardan tuproqlar olinib va to'q jigarrang tusdagi yerga ko'chirilishi kerakligini bildiradi. Shu bilan bizni navbatdagi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda biz keyingi amallarni bajarish masalasini ko'rib chiqamiz. Salomat bo'ling.